Boylar ham moshxo'rda icharkanmi? Boylarning moshxo'rdasi qanaqa bo'lar ekan deydiganlar uchun bugun boyvachchalarning moshxo'rdasini tayyorlaymiz. Ko'chada kelinlar bilan gaplashib tursak, bugun nima ovqat qilasiz deb so'radilar bitta qo'shnim. Men mana men moshxo'rda qilaman, siz chetsam, voy, boylar ham moshxo'rda icharkanmi deb menga qarab kulyaptilar. To'g'risi aytsam, bu gapdan keyin juda ham kulgim keldi. Bu moshxo'rdani albatta oddiygina tayyorlasalar, faqatgina go'sht o'rniga shunaqa qolgan shashliginglarni qo'shib olasiz. Ishoninglar, bu hayotinglardagi eng yaxshi moshxo'rda bo'ladi. Albatta, tez pishadi, tez tayyorlanadi. Faqatgina yaxshilab ko'rsanglar bo'ldi. Men xohishga ko'ra pomidor soldim, juda ham hidlari zo'r chiqadi va eng asosiy joyi qaynagan suv solasiz. Ranglari juda ham chiroyli va tiniq bo'lib. Bu jonim aytadilar, sho'rva qilsang, shunaqa shopirib tursang, juda ham mazali chiqadi. Bu gaplardan keyin idish tovolarimni tez-tez yumoqchi edim. Mashinamga narsa tiqilib qopti. Yog' tiqildi deb shu tez antizasora olib ustiga quyib yubordim va ustidan shaqillab turgan qaynagan suvni quysam, mana qizlar, rezultatini qaranglar, shunaqa zo'r bo'ldi. Har oyda 2 marta qilib tursanglar, rakviniylar umuman tiqilmaydigan bo'ladi. Kelinlarning ozodaligini belgisi bu qozon sochiqlari deb bilaman. Kelinlarning pulini har deb mayda chudaga ishlaturmasa, shunaqa bitta apelivitr olib qo'ysanglar, mazza qilib har 2 kunda tozalab olasizlar va qozon sochiqlaringiz ham yeppa-yengidek turadi. Erimni boy qilaman degan ayollar biomahsulotlardan ishlatishadi va santexniklarga ish qoldirishmaydi. Hidlaridan bu moshxo'rdani tayyorlab ko'rganingizdan keyin umuman moshxo'rdaga past nazar bilan qaramaydigan bo'lasiz. Umuman tayyorlab ko'rmasanglar ham tez saqlanib qolinglar.